Ukrainaning Tramp ma'muriyatidagi do'sti ishdan ketmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg 2026 yil yanvar oyida ishdan ketadi. Kit Kellogg Tramp ma'muriyatidagi Ukraina masalalari bo'yicha ko'plab amaldorlar ishlayotgani va ayrim holatlardan hafsalasi pir bo'lgani sabab iste'fo qarorini qabul qilgan. Kellogg prezident Tramp ma'muriyati tinchlik muzokaralarini Ukraina emas, balki Rossiya paysalga solayotganini tan olmayotganidan ham norozi ekani aytilmoqda. Iste'fodagi general Kelloggning ishdan ketishi Ukraina uchun noxush yangilik hisoblanadi. Chunki u Washington ma'muriyati Moskva tomon og'ib ketayotgan pallada Kiyev manfaatlarini faol va izchil himoya qilib kelgan. Kit Kellogg Rossiya prezidenti Vladimir Putinga xayrixoh kayfiyatdagi hamkasbi Trampning boshqa bir maxsus vakili Steve Witkoff bilan hamda-xanaki tortishuvlarga borgani xabar qilingan. E'tiborga molik jihati, joriy yil mart oyida prezident Tramp Kit Kelloggni Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralardan chetlatgan edi. Bunga Kremlning so'rovi sabab bo'lgan. Prezident Putinga Kelloggning Ukraina parast kayfiyatda ekani ma'qul kelmagan. Generalning iste'fosi haqidagi xabar tarqalishi Tramp ma'muriyati Rossiya Ukraina urushiga barham berish bo'yicha yangi reja ishlab chiqqani ma'lum bo'lgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Oq uy taklif etayotgan Kremlning deyarli barcha talablarini aks ettirgan yangi kelishuvni Ukraina va uning ittifoqchilari Rossiya uchun ulkan imtiyoz deb qabul qilishi mumkin. Avval xabar berilganidek, Tramp ma'muriyati ishlab chiqqan 28 banddan iborat tinchlik rejasi Ukraina armiyasi Donetsk viloyatidan chiqib ketishi, ya'ni Donbassni amalda Rossiyaga topshirishi, AQSh va Yevropaning Qrim va Donbassni Rossiya hududi sifatida tan olishi hamda Ukraina armiyasini qisqartirish kabi takliflarni o'z ichiga oladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu holat Tramp ma'muriyatidagi Steve Witkoff kabi Rossiyaga xayrixoh mulozimlar, general Kellogg kabi Ukraina manfaatlarini qat'iy himoya qiluvchi mulozimlardan ustun kelganini anglatadi. AQSh tinchlik rejasi. Zelenskiy Tramp bilan gaplashib olmoqchi. Zelenskiy AQShdan Ukraina uchun tinchlik rejasi loyihasini oldi. Amerika tomonining fikriga ko'ra, hujjat diplomatiyani kuchaytirishi mumkin. Ukraina prezidentlik devoni ma'lumotlariga ko'ra, Zelenskiy loyihani Tramp bilan muhokama qilmoqchi. Devonning ta'kidlashicha, ular reja qoidalari ustida urushni munosib yakunlaydigan tarzda ishlashga kelishib olgan. Rossiya bosqinining dastlabki soniyalaridan boshlab Ukraina tinchlikka intildi va biz uni yaqinlashtirishi mumkin bo'lgan barcha mazmunli takliflarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu yil boshidan beri biz prezident Trampning qon to'kilishini to'xtatish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatladik. Biz tinchlikni ta'minlash uchun Amerika tomoni va Yevropadagi va butun dunyodagi hamkorlarimiz bilan konstruktiv ishlashda davom etishga tayyormiz, deyiladi bayonotda. Zelenskiy yaqin kelajakda AQSh prezidenti bilan kelishuv tafsilotlarini muhokama qilmoqchi. Avvalroq AQSh va Rossiya rasmiylari Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha yashirincha keng ko'lamli reja ishlab chiqayotgani haqida xabar berilgan edi. U 28 banddan iborat bo'lib, 4 ta sohani qamrab oladi. Isroil armiyasi va Hamas o'rtasidagi otishmalar qayta avj oldi. Falastin manbalariga ko'ra, G'azo sektoridagi Xon Yunus atrofida yuz bergan hujumlar natijasida oxirgi kunlarda 30 dan ortiq kishi halok bo'lgan. Qurbonlar orasida bolalar va ayollar ham borligi xabar qilinmoqda. Isroil armiyasi o'z bayonotida Hamas a'zolari sariq chiziq deb ataluvchi hududda isroillik harbiylarga o't ochganini, shu bilan o'tgan oyda tuzilgan kelishuv shartlarini buzganini ma'lum qildi. Armiyaga ko'ra, isroillik harbiylar orasida jarohat olganlar yo'q. Mahalliy manbalarga tayanib xabar berilishicha, Xon Yunusda Isroilning 2 havo zarbasi natijasida 5 kishi halok bo'lgan. Nasir shifoxonasi 17 ta jasad keltirilganini bildirgan. Ular orasida 5 nafar ayol va 5 nafar bola bor. Qurbonlar qochqinlar chodirlari joylashgan hududdan keltirilgan. G'azo shahridagi Ash-Shifo shifoxonasi havo zarbalaridan so'ng 16 kishining jasadi keltirilganini ma'lum qildi. Ular orasida 7 nafar bola va 3 nafar ayol bor. Hamas harakati ma'lumotiga ko'ra, ular Isroil armiyasiga o't ochmagan va barcha ayblovlar asossiz. Guruh Isroilning navbatdagi havo zarbalarini qattiq qoraladi. Falastin shifoxonalari vakillari qurbonlar sariq chiziqning 2 tomonidan keltirilganini aytmoqda. Bu chiziq o'tgan oydagi kelishuv doirasida belgilangan bo'lib, G'azoni 2 qismga ajratadi. Chiziqning oldi qismlari Isroil armiyasi nazoratida, orqa qismi esa xavfsiz zona sifatida belgilangan. Sahalning xabar berishicha, sariq chiziqqa yaqin hududda Isroilga qaratib qo'yilgan raketa uskunasi topilgan. Alohida o'tkazilgan amaliyot doirasida esa qurol-yarog', portlovchi moddalar va harbiy forma topilgani aytilmoqda. Olimlar tamaki haqidagi mashhur mifni rad etdi.
Jons Hopkins universiteti tadqiqotchilari tamaki iste'moli haqida keng tarqalgan mifni inkor etuvchi yangi tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, sigaretalar sonini kamaytirish inson sog'ligiga yetadigan zararni kamaytirmaydi. Tadqiqot jurnalda chop etilgan bo'lib, unda har kuni 2-5 ta sigareta chekish ham yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 50% ga oshirishini ko'rsatgan. Olimlarning ta'kidlashicha, hatto faqat bayramlarda yoki qiziqqan paytda chekiladigan kam miqdordagi tamaki ham o'lim xavfini sezilarli darajada oshiradi. Ya'ni haftada bir necha marta yoki faqat stress paytida chekish ham xavfsiz emas. Tadqiqot mualliflari yoshlikdayoq bu odatni to'liq tark etish zarurligini ta'kidlamoqda. Ularga ko'ra, organizmning tiklanish qobiliyati faqat tamakidan to'liq voz kechilgandagina ishlaydi va bu insonning keyingi hayotida sog'lom qolish ehtimolini oshiradi. Kam sigareta cheksam zarari kamayadi degan fikrda bo'lsa, bu xato. Haqiqiy himoyaning yagona yo'li tamakini butunlay to'xtatish deya ta'kidlamoqda mutaxassislar. Kafe va restoranlarda undirilayotgan 15-20% xizmat haqi qonunga xilof. Raqobat qo'mitasi ayrim restoran va kafelarda taomlar narxidan tashqari 10-15%, ba'zan esa 20% gacha xizmat haqi qo'shimcha to'lov sifatida undirilayotgani hamda avvaldan depozit mablag'lar talab qilinayotgani haqida murojaatlar ko'payganini ma'lum qilib, bu kabi holatlar qonunga zidligini aytmoqda. Qayd etilishicha, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 4-19 va 21-moddalariga asosan iste'molchi tovar haqida, shuningdek ishlab chiqaruvchi haqida to'liq va to'g'ri ma'lumot olish, ularni erkin tanlash hamda sifatli bo'lishiga talab qilishga haqli. Ijrochi ayrim turdagi ishlarni bajarish qoidalarida yoki shartnomada belgilangan muddatda, hajmda va sifatda ishni bajarishi shart. Sotuvchi iste'molchini haq evaziga qo'shimcha tovarlar sotib olishga yoki qo'shimcha xizmatlardan foydalanishga qistashga, shuningdek ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olishga haqli emas. O'z navbatida Raqobat qo'mitasi umumiy ovqatlanish sohasidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarni qo'shimcha xizmatlardan foydalanishga qistashga yo'l qo'ymasliklari, ya'ni umumiy ovqatlanish korxonalari turlaridan kelib chiqib iste'molchilarning o'z-o'ziga xizmat qilish imkoniyatini yaratish, taomlar narxi, xizmat ko'rsatish tartibi va ular bilan bog'liq shartlar, shu jumladan ofitsiant xizmati uchun haq miqdori haqidagi ma'lumotlar bilan o'z vaqtida to'liq tanishtirib o'tishlari lozimligi borasida ogohlantirilmoqda. Dubaydagi aviashouda samolyot quladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Hindistonning qiruvchi samolyoti halokatga uchragani aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, uchuvchi katapultadan foydalanishga ulgurmagan. 19-marta o'tkazilayotgan xalqaro Dubai Air Show jahondagi eng yirik aerokosmik va mudofaa sanoati ko'rgazmalaridan biri. Bugun uning yopilish kuni edi. Toshkent havosini tozalash uchun suv sepuvchi mashinalar va favvoralar ishga tushirildi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Toshkent ko'chalari va yashil hududlarda chang ifloslanishini kamaytirish maqsadida suv sepuvchi mashinalarni ishga tushirdi. Maxsus mashinalar yo'l qoplamasi va daraxtlarni sug'orib, tabiiy changni cho'ktirishga yordam beradi va shahar havo sifatini yaxshilaydi. Shuningdek, poytaxtdagi barcha favvoralar ham ishga tushirilgan bo'lib, ular 24/7 rejimiga o'tkazildi. Ularning faoliyati mikroiqlimni saqlashga va jamoat joylaridagi chang yuklamasini kamaytirishga yordam beradi. Xitoylik fazogirlar yerga qaytmasliklari ham mumkin. Xitoylik astronavtlar fazoviy stansiyada qolib ketishdi. Hamkasblari bilan o'rin almashishga borgan fazogirlar nosozlik tufayli ularga o'zlari qaytadigan kemani berishga majbur bo'lishdi. Tiangun fazoviy stansiyasida ushlanib qolganlar ekipajning 3 fazogiri Jianlu, Ufei va Jian Hunchuan. Ular 31 oktyabrdan buyon stansiyada. Ular amaldagi Shenzhou 20 ekipaji bilan o'rin almashishlari kerak edi. Rejaga ko'ra astronavtlarning birinchi guruhi yerga 5-noyabrda qaytishi kerak edi, ammo Shenzhou 20 parvozi so'nggi daqiqalarda to'xtadi. Fazoviy chiqindi kelib urilishi oqibatida ularning kemasida dars paydo bo'ldi. Shundan so'ng Shenzhou 20 ekipaji Shenzhou 21 uchun mo'ljallangan kapsulada 14-noyabrda yerga qaytdi. Endi Shenzhou 21 ekipaji yerga mustaqil qayta olmaydi. Xitoy shu sababli 2026-yil bahorida uchirilishi mo'ljallangan Shenzhou 22 kapsulasiga ertaroq, xususan shu yil noyabr oxirlarida start bermoqchi. Agarda stansiyada yana bir favqulodda hodisa yuz bersa, xitoylik fazogirlar yerga umuman qayta olmasliklari mumkin. Ularda birgina imkoniyat bor. O'zbekiston prezidenti Xitoy tashqi ishlar vazirini qabul qildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni Tashqi siyosat idoralari rahbarlari strategik muloqotining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Xitoy Xalq Respublikasi Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi, Tashqi ishlar bo'yicha komissiya devoni rahbari, Tashqi ishlar vaziri Van I boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi barcha sharoitlarda har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash hamda ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Uchrashuv avvalida Xitoy tashqi ishlar vaziri mamlakatimiz yetakchisiga Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va birgalikdagi sa'y-harakatlari tufayli ikki tomonlama munosabatlar misli ko'rilmagan yuksak darajaga ko'tarilgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yili tovar ayirboshlash hajmi 14 milliard dollarga yetdi. Qo'shma korxonalar soni qariyb 5000 tani tashkil qilmoqda. Yil boshidan buyon Xitoydan salkam 15 milliard dollarlik investitsiyalar o'zlashtirildi. Texnologik sheriklik loyihalarining portfeli 90 milliard dollarga yaqinlashdi. Yuqori texnologiyalar, yashil va atom energetikasi, sun'iy intellekt, transport, infratuzilma, qishloq xo'jaligi, geologiya, kimyo va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlikni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Barcha darajalarda aloqalar faollashdi. Ikki mamlakat hududlari samarali hamkorlik qilmoqda. Ta'lim va madaniy-gumanitar sohada mazmunli almashinuvlar davom etyapti. O'zbekiston yetakchisi navbatdagi oliy darajadagi tadbirlarga puxta tayyorgarlik ko'rish hamda ikki tomonlama hamkorlikni yangi amaliy mazmun bilan boyitish zarurligini ta'kidladi. Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish loyihasini faol amalga oshirish va uni boshqa transport yo'laklari bilan bog'lash muhimligi qayd etildi. Afg'oniston ijtimoiy-iqtisodiy tiklash va xavfsizlik masalalarida sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Ko'p tomonlama formatlarda yaqin siyosiy muloqot hamda hamkorlikni davom ettirish, oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqalarni qo'llab-quvvatlash hamda kambag'allikka qarshi kurashish, turizm va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni ilgari surish zarurligi ta'kidlandi. Shu yilning noyabr oyi oxirida O'zbekistonda bo'lajak Xitoy madaniyati kunlarining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga ishonch bildirildi.